Buxoro davlat tibbiyot instituti xirurgik stomatologiya kafedrasi o'z faoliyatini 1991-yilda otorinolaringologiya kafedrasi tarkibida viloyat klinik kasalxonasining yuz jarrohligi bo'limida boshladi. 1992-yilda institutda stomatologiya fakulteti ochilganligi munosabati bilan kafedra mustaqil ishlashni boshladi va 1992-yildan 2008-yilgacha kafedra mudiri lavozimiga oliy toifali yuz jarrohi Muhammad Shodiyev Shodmanovich tayinlangan. 2008-yildan 2013-yillarda kafedra mudiri professor Amrullo Shodiyevich Inoyatov boshqargan. Kamal va Mehriniso Qilichevna professor 2019-2021-yillarda xirurgik stomatologiya kafedra mudiri lavozimida ishlagan. Rahimov Zokir Qayumovich professor 2013-yildan 2020-yilgacha kafedra mudiri, 2020-yildan 2021-yil stomatologiya fakulteti dekan lavozimida ishlagan. Xalqaro stomatologlar akademiyasi assotsiatsiyasi a'zosi, 2021-yildan hozirga qadar kafedra mudiri.